opa, singil. Opa singil. Bunda da bir da qiziq, chunki boshqa turkiy tillarda odatda bu so'zlar ayrila, ya'ni oila a'zolari, ota-onalar ayrila boshqa turkiy tillarda. Bizda ol bir Totarsha, o'zbekcha. Tushundim. Sizning opag'iz yoki singligiz bormi? Sizning opangiz yoki singlingiz bormi? Sening bormi, Malika? Yo'q, menda yo'q, sizda bormi? Mening bor, mening singlim bor. Mendan 6 yoshga yoshroq. Qanday yaxshi. Shunisini eskartib ketasim kela, o'zbekchada, totarshada birinchi ejakdagi o ovozi ulashtiriladi. Ya'ni o'g'a o'xshatib aytiladi. Masalan, aligini aytib ketgan ota-onam, opa degan so'zlarda boshqa turkiy tillarda bu uchramay deb bilaman. Balki tag'in Uyg'ur tilida da uchraydir. Chunki yo'lda o'zbekcha kabi qarluq tillari turkumina qaraydi. Ham tillarimizdagi bu o'xshashlik nechikdir Shag'atay tiline bayli deb bilaman. Turkolog tugul, yaxshi bilib bitirmayman. Agarda bilsangiz kommentlarda yozib qoldirasiz, zinhar. Sen Uyg'urchada anglaysizmi? Uyg'urlar bilan сөйләшкәнең бармы? Men gaplashganman. Ya'ni o'zbekman, turkman bilan gapirganman, tushunganman. Turkman meni tushungan. Men Uyg'ur bilan gaplashganman, Uyg'ur ham meni tushungan. Hayronmanki, biz aksentimizni va dialektikamizni change. We never change it usually. It's just